Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ustoz Ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan 4 qismdan iborat 2-sinf matematika kitobining 4-qismidan 3-mavzu 51-darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz nomi yaxlit sonlarni bo'lish. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan avvalgi darsimizda yaxlit sonlarni qanday qilib oson usulda ko'paytirish kerakligini bilib olgan edik. Bugungi darsimizda esa yaxlit sonlarni qanday qilib oson usulda bo'lishni sizlarga o'rgataman. Buning uchun siz diqqatli bo'ling darsimizga. Demak, bo'linuvchi yaxlit son bo'lganda bo'lish amalini qanday oson usulda bajarish mumkin? Buni tushunishingiz uchun keling bir misol yechib ko'ramiz. Masalan, 800 × 4. Buni oson usulda qanday ishlash mumkin? Buning uchun bizga mana 3 ta qoida berilgan. Demak, bo'linuvchi yaxlit son bo'lganda birinchi qoida bo'linuvchining nollarini xayolan olib turamiz. Demak, bizda bo'linuvchi 800, uning 2 ta noli bo'lganligi uchun 2 ta nolini xayolan olib turamiz. Va ikkinchi qoidada aytilyaptiki, nollarsiz sonlarni bo'lamiz. Ya'ni 0 olingandan so'ng qolgan sonlarni bo'lamiz. Ya'ni 0 olingandan keyin bizda 8 × 4 qoldi. Mana shuni hisoblaymiz. Demak, bundagi natija bizda 2 ga teng bo'lib qoladi. Uchinchi qoida esa olib qo'yilgan nollarni bo'linmaning o'ng tomoniga ko'chirib o'tkazamiz. Ya'ni bizda bo'linma 2 ga teng bo'ldi. Xayolan olib turgan 2 ta nolni esa bo'linmaning o'ng tarafiga ko'chirib yozib qo'yar ekanmiz. Ya'ni bizda natija nechiga teng bo'ldi? 200 ga teng bo'ldi. Bu qoidani yaxshilab o'rganib oling. Misollarni oson usulda yechishda sizga yordam beradi. Mana shu o'rgangan ma'lumotlarimizga ko'ra ba'zi bir misollarni yechib ko'ramiz. Masalan, birinchi misol shartida aytilyaptiki, yuqoridagi qoidani qo'llagan holda hisoblang. Masalan, 800 × 8. Bu misolni qanday qilib oson usulda ishlasak bo'lar ekan? Dastlab bo'linuvchining nollarini olib turar ekanmiz xayolan. Ya'ni 800 ning 2 ta nolini olib turamiz. Bizda qolgan sonlar nechi? 8 × 8. 8 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, natija 1 ga teng bo'ladi va bo'linmaning o'ng tomoniga xayolda olib turgan nollarni ko'chirib yozib qo'yishimiz kerak edi. Ya'ni 2 ta nolni. Demak, natijamiz 100 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi e'tiboringizni yana bir qoidaga qarating. Qoidada aytilyaptiki, bo'linuvchi ham, bo'luvchi ham yaxlit son bo'lganda qanday qilib misolni oson usulda ishlash mumkin? Keling ushbu qoidani ham bir misol orqali tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Masalan, 800 × 40. Bu holatda nima deyilgan? Bo'linuvchi ham, bo'luvchi ham yaxlit son bo'lganda. Demak, ko'rib turibsizki, 800 ham, 40 ham bizda yaxlit son. Bunday holatda birinchi qoida nima qilish kerak ekan? Bo'linuvchi va bo'luvchidan teng sondagi nollarni qisqartiramiz. Ya'ni 800 va 40 sonlaridan teng sondagi nollarni qisqartirar ekanmiz. Ya'ni ikkalasidan ham bittadan nolni o'chirsak bo'lar ekan. Endi ikkinchi qoida, bo'linuvchida qolgan nollarni xayolan olib turamiz. Ya'ni bizda 80 × 4 hosil bo'lib qoldi. Endi bu yerdagi bo'linuvchi, ya'ni 80 dagi bitta nolni xayolan olib turar ekanmiz. Ya'ni bizda endi necha hosil bo'lib qoldi? 8 × 4 hosil bo'lib qoldi. Endi uchinchi qoida, nolsiz sonlarni bo'lamiz. Ya'ni bu yerda 8 ni 4 ga bo'lib olamiz. Natija bizda 2 ga teng bo'lib qoladi. To'rtinchi qoidada aytilyaptiki, olib qo'yilgan nollarni bo'linmaning o'ng tomoniga ko'chirib yozamiz. Biz xayolan bitta nolni olib qo'ygan edik.
Demak, bo'linmaning o'ng tomoniga o'sha 0 ni ko'chirib yozamiz. Demak, natija bizda nechaga teng bo'ldi? Ha, 20 ga teng bo'ldi. Tushundingiz-a? Mana shu qoidaga ko'ra yana bir misolni yechib ko'ramiz. Masalan, ikkinchi misol shartida aytilyaptiki, yuqoridagi qoidani qo'llagan holda hisoblang. 640 bo'luv 80. Bu holatda nima qilar ekanmiz? Ha, bizda bo'linma va bo'linuvchi ham yaxlit son bo'lganda ulardan teng sondagi nollarni o'chirishimiz mumkin edi. Ya'ni bu yerda 640 va 80 ning ikkalasidan ham bittadan 0 ni o'chirishga haqqimiz bor. Endi qolgan sonlarni bo'lib qo'ysak bo'ldi. 64 ni 8 ga bo'lib qo'ysak necha hosil bo'ladi? Ha, 8 hosil bo'ladi. Demak, bu misolimizning javobi 8 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi e'tiboringizni 3-misolga qarating. Shartida aytilyaptiki, hisoblang. Demak, bu yerda 24 mingni bo'lishimiz kerak 3000 ga. Biz boyagina o'rgandikki, yaxlit sonlarni bo'lganda ikkalasidan ham teng sondagi nollarni o'chirishga haqqimiz bor. Ya'ni bo'linuvchining bitta nolini o'chirsam, bo'luvchining ham bitta nolini o'chiraman. Qarasam yana nollar bor. Demak, yana bittadan nolini o'chiraman. Yana bittadan nol bor. Demak, yana ularni ham o'chirsam bo'ladi. Demak, menda 24 bo'luv 3 hosil bo'ldi. 24 ni 3 ga bo'lsak necha hosil bo'ladi? Ha, 8 hosil bo'ladi. Demak, bu misolimizning javobi 8 ga teng bo'lib qolar ekan. Tushundingizmi? Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.